Bugun egalaridan arzon narxda olib sotishga olgan okupkalarimiz mashinani ancha arzon narx etishyapti. Mashinalarni qo'yib boryapmiz. Bu Captiva 2013-yil 9400 ga toza kraskasi tozasini 9400 sotuvga qo'yib ketyapmiz. O'zingizlar fikringlarni yozib ketinglar. Minutchiga narxi yaxshimi? Mashina hozir ma'lumotini berib ketamiz. Balonlarini ko'ryapsizlar, juda yaxshi holatda. Ustida grubiy miyatina, qiruv-suruv joylari yo'q, kraskalari yo'q. Polni shumka bo'lgan. Mashina 238 ming yurgan. Salon holatlari, registrator, yo'lda antradarlari bor. Holatini ko'ryapsizlar, ustini bir tekis bo'lib turibdi. 10800 ga bular o'zligiga, tirikchiligiga tushgan, qo'l bo'shatishga beraman deb chaqirishdi. 30 talikdan 3 ta qo'yilgan metan gaz. Ichida zapaskalar ham turibdi. Mashinani narxini yozib ketinglar. Minutchiga 9400 qanaqa yaxshimi? Ko'p egalari baland so'rashyapti. Mana olib sotgan mashinalarga 200 qo'yamiz biz. Ko'pchilik bilan mana kelisha olmasak 200 qimmatiga sotuvga qo'yib ketyapmiz. Lekin o'shani ham ko'pchilik bilan kelisha olmayapmiz. Olishi ham narxini yovvoshroq yaxshi narx bo'lganida sotuvga qo'yib ketayotgan narxlarimizni ham kelisha olmayapmiz. Narxni yozib ketinglar. Minutchilardan arzon deb o'ylayman. Shaxsan o'zimning fikrim 9400 toza 13 Captivaga metan gaz balonlari yaxshi holatda. O'zingizlar fikrlarni yozinglar, qanchagacha minutchiga shu mashina yaxshi olib sotishga qanchaga pul tutgan bo'lardinglar.